video. Siz so'radingiz, biz chiqardik. Savollarimizga o'tsak, Free Fire rostdan ham PUBG Mobile'ga asoslanib yaratilganmi? Free Fire o'zi qanday kelib chiqqandi? Free Fire yaxshiroqmi yoki PUBG Mobile? Bugungi videomizda shu savollarga birgalikda javob beramiz. Unda boshladik. Ozgina vaqtlaringni olaman, chunki sizlarga kattakon rahmat demoqchi sizlarga. Birinchi savol. Qani unda boshlaylik. Free Fire PUBG Mobile'ga asoslanib yaratilganmi degan savolga yo'q javob beraman. Chunki Free Fire 2017-yilda shaxsan treyleri chiqqan, ya'ni o'yin treyleri chiqqan. Lekin PUBG Mobile o'sha paytlarda PC versiyasi, ya'ni kompyuter versiyasi bor edi. 2018-yilda rasman PUBG Mobile telefon versiyalariga ham ishlab chiqariladi. Lekin Free Fire 2017-yil 20-noyabrda o'sha telefonlarga chiqarilgan edi. Va eng ko'p yuklab olingan o'yinlardan biri hozirda ham Free Fire. Ikkinchi savol. Videoni o'tkazmasdan qo'ying, chunki mana endigina qiziquvchilari kelmoqda. Free Fire yaratilishiga nima sabab bo'lgan degan savolga mana bu ham javob bo'laveradi. 2017-yilda PUBG Mobile kompyuter versiyalariga chiqdi va bu juda katta portlash bo'ldi. PUBG Mobile juda mashhurlikka erishdi. O'sha paytlarda ko'pchilikda notebook va telefonlar bo'lgan. Kompyuter esa kamdan kam insonlarda bo'lgan. PUBG Mobile o'sha yillarda telefon va notebooklarga tushmagan, ya'ni katta xotirali o'yin bo'lgan. Aynan o'sha yillarda hammada kompyuter bo'lmaganligi uchun ko'pchilik bu o'yinni o'ynay olmagan. Lekin o'sha yillarda bir o'yin kerak edi. Bu ham Battle Royale o'yiniga o'xshagan. Ana o'sha yillarda Free Fire nomli o'yin paydo bo'ladi. O'yin grafikasi sodda va hamma telefonga o'qiy oladigan internet tezligiga kerak emas. Asosiysi qotmas edi va bu narsa odamlarni o'ziga tortdi va eng ko'p yuklab olindi va internet olamida ham mashhur bo'lishiga sabablardan biri bo'ldi. Kanalimizga hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, iltimos obuna bo'ling, chunki bizni salkam 90% insonlar obuna bo'lmasdan ko'rmoqda. Kanalimizda bu video aniq bilaman sizga yoqishi kerak. Qarang, Free Fire PUBG Mobile'ga asoslanib yaratilmagan ekan. Unda PUBG Mobile telefon versiyasi Free Fire'ga qarshilik qilish uchun yaratilganmi? Agar o'sha yillarda Free Fire yaratilmaganda PUBG Mobile telefon versiyasi chiqarmidi yoki chiqmasmidi degan savolga javob topamiz. Faqat buning uchun shu videomizda 100 ta narsa so'rayapman, lekin men ishonaman sizlar uddala olasizlar. 1000 obunachiga erishgan zahotimiz o'sha video Uchinchi savol. Cybertron's future is near. Hammaga qiziq bo'lgan savol. Free Fire yaxshiroqmi yoki PUBG Mobile? Sizlarga aytsam, bu savolga o'zim shaxsan javob bera olmayman, chunki Free Fire zo'r deb desam, PUBG Mobile muxlislari meni yomon ko'rib qolishadi, yoki PUBG Mobile zo'r desam, aksincha. Shuning uchun men qaysi biri kuchli yoki yaxshiligini ayta olmayman. Shuning uchun ChatGPTdan yordam so'raymiz. ChatGPT qanday o'yin yaxshiroq deganni qat'iy nazar ikki o'yin ham yaxshi o'z app-doirasiga ega o'yinlar. Qanday ChatGPTning javobini o'tamiz. ...2025 yıl Ağustos ayına kadar malumatlarga asoslanib, quyidagi taqqoslashni taqdim etaman. ChatGPT juda ko'p gapirdi, 5 minutdan so'ng gapirdi. Shuning uchun sizlarni vaqtingizni aytgan holda xulosa qilgan joyini ko'ramiz. Suvosa 2025 yıl Ağustos ayında Free Fire Kingdom bo'yicha auditoriyasiga ega bo'lgan holda virus ustunlik qiladi. PUBG Mobile esa e-sport va strategik ishlar bilan o'zining kuchli tomonlarini saqlab qolmoqda. 2025 yil avgust oyiga qaraganda ChatGPTning aytishiga qaraganda Free Fire yaxshiroq ekan. Nima bo'lgan taqdirda ham o'zingiz izohlarda yozib qoldiring. Qaysi o'yin yaxshiroq? Free Firemi yoki PUBG Mobile? Izohlarda yozib qoldiring. Shu ichki ko'rayotgan bo'lsangiz kattakon rahmat demak, kanalimizga obuna bo'ling. Yangi hech qaysi o'yinga e'tibor yo'q.